Schlange fertig machen. Ich nicht. Wo ist deine Jacke? Mikrofonni tekshirib qo'yani, ovozsiz bo'lmasin. Biz Robiz bilan hozir yana poyezdga shoshilyapmiz, ekskursiyaga ketyapmiz. Iggenfeldga, bir ostanovka narida poyezdda mit dem Zug. Endstation. Ausflug. Ketyapmiz. Havo haroratini bilmayman, lekin sovuq ham emas, issiq ham emas, bahorda havosi. To'g'risini aytsam, qayerga borayotganimiz bilmayman. Schatz, wo wir gehen? Aber wir gucken uns mal eine Straße an, speziell. Spezielle Instagram-Straße. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, aber mal gucken. Und dann gucken wir natürlich, ob der türkische Supermarkt offen hat. Ha, mosh olishimiz kerak. Und vielleicht essen wir noch was oder so. Je nachdem, ob so der Supermarkt offen hat oder nicht. Vielleicht essen wir in Ehrenfeld was, ein Döner oder so. Ja. Mal schauen. Ja, verstehe. Hozir aytib beraman sizlarga. Hozir. Turk supermarketiga borib mosh olamiz. Mosh o'stirmoqchiman. Juda foydali belok. Keyin ich möchte zeigen, Schatzka, 1 Minuten. Mana gullarni qarang, ko'rsatay hamsalarimiz gul. Qanday chiroyli atirgullar. Atirgul deyapman, tulpan. Juda chiroyli, mana qarang. Qarang qanday chiroyli. Go'zalligini qarang. Oqi ham bor. Mana. Hamsiyamizni gullari. Ko'rdilaringmi? Shunday qilib, bugun kunni biz bilan o'tkazing. Qayerga borsak, fragmentlari bilan videoga olaman. Настроение yaxshi, o'zimni yaxshi his qilyapman. Robi bilan bir chiqib aylanib kelaylik. Hali planimizda dushanba kunimi bilmasam Sitora bilan yozishamiz. Sitora bilan anaga bormoqchi edik, Sakura ko'chasiga Bondaga. Bugun yozdim, bilmayman javob beradimi yo'qmi. Kelishgan edik o'tgan hafta, yana hafta boramiz deb bilmadim. Ob-havo qanday bo'ladi? Shunga Sitoradan javob kutyapman. Bugun esa o'zimiz ausflug qilamiz, ekskursiya. Robin bilan. Otasi qo'lingizga hech narsani olmay turingda, men sumkamni to'g'rilab olishim kerak, kamerani sizga beraman. Ich möchte korrigieren meinen Rucksack. Bitte du Kino machen. Ich korrigieren. Das ist... Ben rucksackni to'g'rilab olay deyapman. Welche Minuten? Qancha vaqtimiz bor? Wer hat welche Minuten? Ich mache. Start. Ach so, dann 30 Sekunden. Ne, ich mache Start und gebe dir das Kamera. Welche Minuten? Shunday qilib ketib boryapmiz. Robin bilan. Kecha kunim rosa yomon o'tdi. Kayfiyatim bo'lmadi. Bir g'alati bo'ldi. Bugun yaxshiman. Otasi. Mayli, bering kamerani. Rahmat. Otasi juda o'ziga hurmat talab qiladi. Shunday hurmat talab qiladi. Yaxshi kayfiyatim sizlar bilan ulashaydi. Bor payti. Oxirgi vaqtlar yaxshi kayfiyatim bor kunlari juda kam, qo'l bilan sanasa bo'ladi. Shutib qolganman. Xullas, poyezd yo'lga borib, Iggenfeld ostanovka bor, Kölndan bir ostanovka orasi, bizdan bir ostanovka. Biz bilan Kölnda o'rtasida. Mana ketyapmiz, poyezdga o'tirdik. 5 minutdan keyin chiqamiz. O'zi 5 minutlik yo'l mana poyezdimiz. Otasi, du hast gute Laut oder nicht so viel? Gleich. Keyinroq deyapti. Nasrning yaxshimi desam,
bo'ladi deyapti, bo'ladi deyapti. لو حمودي بعد ساعة فوق Nargiza bilan Robin. اشرح الكنزة طيب جبت ما تيجي تستنى Bir narsani sizlarga gapirib bermoqchiman. Bu ham bir meni fikrimdan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Hayotimda bunaqa opit deyarli birinchi marta bo'lyapti. ساكن باشتغل يعني كل شيء حوالي Meni Germaniyaga endi kelgan vaqtim bir podpishchisi bilan tanishgandim. Bitta qiz bilan o'zim qatori. Xarakteri ham o'zimga o'xshagan, jahongashta, короче, zo'r qizda, zo'r qiz. Lekin nima bo'ldiki, bilmayman, shu Germaniyada yashaydi u qiz ham. Nimadir bo'ldi, oramizdan bir nimadir o'tdi-da. Bir gapi yoqmadimi menga? Men shunday odatim bor, bir sal gap yoqmasa jo'g'olib ketaman. Yo'qolib qoldi. Yozmadim ham, o'zi ham sezdi, chunki men xarakterimni bilardi u. Agar men indamay yo'qolib ketsam degan, demak menga bir narsa ma'qul bo'lmagan. Keyin oradan qancha oy o'tdi, mana 10 oy o'tdimi, kelganim, endi kelgan vaqtlarim bo'lsa 10 oy o'tdi-da, oradan 9 oy, 9 oydan beri gaplashganimiz yo'q. Kecha shunaqa настроением edi, shu qizga yozgim keldi. Men hech qachon o'zim yozmayman. Chunki o'zim yo'qolib ketdim-da, shuning uchun o'zim yozishga qaror qildim. Shu qizga yozdim. Yozdim, qandaysan? Yaxshi yomon bo'lganimiz yo'q, nimaga yo'qolib ketding deb yozdim. Yozgan edim, сообщениемga reaksiya beribdi. Bugun javob yozibdi. Men o'ylaymanki, u xursand bo'lib ketgan, u meni juda yaxshi ko'rardi. Meni o'zi podpishchigim emasmi bilmayman, xolos YouTube'da meni ko'rib, tanigan, Germaniyaga kelganimda ko'rgan. Shunga xursand bo'lishimni ham bilmayapman, to'g'ri qilganimni ham bilmayapman. Dalshi biz общаться qilamizmi, yo'qmi? Kecha qandaydir bir yolg'izlikni his qildim-da, bilmayman nimaga. O'g'limni sog'inganim uchunmi, yo shu nimagadir shu o'rtog'imda qisqa vaqt общаться qilgan bo'lsak ham qandaydir bir menga yomonlik o'tgani yo'q. Bilgan narsasini aytib tushuntirib berib, ancha yillardan beri bu yerda yashaydi. Shunga qandaydir bir sog'inib ketdim-da, mehrim tushganmi yo bilmayman. Hozir aytayapman o'zim. O'zim yig'lagim kelyapti. Srazu men birdaniga ko'nglimga yaqin olgan edim-da. Ko'nglimga yaqin olgan edim. Sog'insam ham yozmagan edim shu paytgacha. Nimagadir yozmagan edim, nimadir gap ko'nglimga tekkan men demak. Lekin uni menga nisbatan bo'lgan munosabati, yaxshiliklari qandaydir hozir og'ri kelib, shu yozgim keldi, shu qizga yozdim. Shunaqa sizlar bilan bo'lishmoqchi edim shu. Keyin o'sha paytda men xafa bo'lganimda, Robin ham biladi, u bilan общаться qilganimda, o'sha paytda nimagadir xafa bo'lib, Robinga aytdim, xafa bo'ldim, yozmayman endi deb. Hozir Robinga aytib berdim, kecha yozgim kelib yozdim desam, nimaga yozding deb mendan tushunmadi hozir men Robin. Meni xarakterim biladi-da, men yozmayman uncha odamga. Agar men hayotidan yo'qolib ketsam, butunlay yo'qolib ketaman. Hech qachon qaytib yozmayman. Shunga men Robin hozir meni ozgina tushunmayapti, yo bu nemis bo'lgani uchunmi? Shunaqa. Robinga aytdim, men kecha o'zimni yolg'iz his qildim, bir do'stim yo'q Germaniyada dedim. Shu qiz bilan gaplashgim keldi yana dedim. Shunaqa. Lekin meni bu tushunmadi, nima uchun yozganimni. Kommentariyada yozing, siz nima qilgan bo'lardingiz? Bizda oramizda yaxshi yomon gap o'tgani yo'q. Meni xarakterim shunaqada bir salnidir gapi yoqmasa yo'qolib ketaman. Shunday yo'qolib ketdim har doimgidek. Shunaqa hozir Ausflugga ketyapmiz. Xuddi Robinda uncha настроенияsi yo'q-da. Shuni so'radim, настроение qanday deb. Shunaqa. Schatz, warum? Odamingiz bormi? Erzähl. Das passt ja gar nicht. Ich nicht, keine da. Beine und dann so. Robin so'rayapti, nimaga yig'layapsan deb. Tog'avg'ish baxtsizmisanmi? Nasrning yo'qmi, nima bo'ldi deyapti Tog'avg'ish. Men xursandman dedi, naborat xursandman desam, nimaga yig'layapsan deydi, xursand bo'lsang deydi.
Nächste Station Köln-Ehrenfeld. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bilasizmi, men o'zimda shu kunlarda qandaydir bir Germaniyada boyagi do'stim yo'q, Rossiyada yashaganimda mashinada beliga minib любой dugonam bilan uchrashardim, kafega borib kofe ichardim, mashina haydashni sog'indim, bilmayman, o'zimda oldingi yashash tarzim bas. Großer Toilette. Du machst doch wie kein Efir qilib o'tiribdi. Shuni sog'indimda bilmasam, shunga do'st oqtaryapmanmi yo bilmayman. Ketdik, otasi kelib qoldik. Ana 5 minut o'tib ketdi. Bir emotsionalniy bo'ldimda hozir o'tib ketadi. Otasi to'xtang, men telefonlarimni joylashtiray. Machen eine Ausflug nach Ehrenfeld. Telefonimda 8% qolgan bor yo'q. Köln, Ehrenfeld. Voilà. Otasi kelyapsizmi? Ertaga yangi videom chiqadi, YouTube kanalimda ko'ringlar. Velosipedlarni qarang. Ko'pligini. Salqin ekan, kurtkamni yaxshilab olibman. Salqin kurtkam kiyib olmasam bo'lmaydi. Shamoli yoqdi. Yaxshim olgan ekanman. Bir sovuq. Ich bin ein bisschen Angst. Dankeschön. Die Kamera so machen. Ich Angst, ich dachte, das Kameramann. Ich hab's gesehen. War ja gute Reaktion, da weiß man ja. Wer direkt Genau. für die Gurtlinie. Ja. Ana hozir mana bu yerda bunaqa narsa bor-da, mana pastga tushib ketadi, ko'ryapsizlarmi? Shu odam pastga tushib ketyapti-da, kameramga bunday qilyapti. Men qo'rqib ketdim. Hozir kameramni ilib ketadimi deb, keyin uni qanday qo'yaman? Qo'rqdim. Gute Idee mitnehmen. Ja, ist kalt. Hech ismadim mana Germaniyaga kelib. Da, Germaniyada. Germaniyada kalt. Vergessen? Нет, alles nicht vergessen. Aber wo ist mein Handy? Hier. Ja. Wo ist mein Handy? Degani qani men telefonim? Wo ist mein Handy? Mein. Nicht mein. Ketdik dальше. Ketdik. Ketdik. Let's los. Yaxshigina bo'ldi, sharflarni toqib oldim, otasi. So, ich glaube, wir gucken vielleicht erst mal, ob der Supermarkt offen hat. Und ich glaube, wir müssen einfach die Straße da runter gehen. Ich wollte mal gerade gucken. Oh, guck mal, statt schon wieder eine Schlange. Ja. Azizlarim, bugun bizlar bilan aylaninglar. Sizlarga ozgina Ehrenfeld, Kölndan bir qadam oldingi ko'chalarni, shaharchalarni ko'rsatamiz. Shaharni ko'rsating deb yozasizlar, mana shaharni ko'rsatamiz hozir. Yuringlar biz bilan birga. Hier gibt's den Spezialgegner. Mana bu yerda, wie heißt? Döner kebab?
Ich vergessen. Döner. Döner. Nein, Kebab ist, wie heißt es? Entschuldigung. Wie heißt es, Schatzka? Warte. Kebabland, ja. Nomi Kebabland, odam ko'p bu yerda. Очередь. Har doimgidek. Bir marta kelib shu yerda ovqatlangan edik, videomni olgan edik. Kebabland. Kebabland. Mana bu mototsikl debman. Ana yurayotgan yo'l. Deutschland Feiertag. Velosipedni yo'li. Bana urib ketyapti meni. Bu yerda pekarnya. Mana bu yerda turk magazini bor. Hozir kirib bosh olamiz. Bilmayman, otasi qayerga yo'q bo'ldi. Oldimdan g'oyib bo'lib qoldi. Turk magazini yopiqmi ekan yo? Nahotki yopiq bugun. Yopiq. Buni turk magazini yopiq. Normal. Yopiq bo'ladi deb aytgan edi Robin, yopiq ekan. Tut mir leid. Mosh olmoqchi edim, mosh. Das ist unser Aldi, der hat auch zu. Aldi auch zu, ja. Mayli. Men aniq bilgan edim, shu turk magazini bugun ochiq bo'ladi deb. Bugun bayram-ku, ana Pasxa. Juma kuni hamma joy yopiq Germaniyada. Даже turklar ham yopiq ekan. Asosan turklar ishlaydi, bozor kuni ham, subota kuni ham. Schatz. Aber gucken. Köln. Was ist, wie heißt Köln? Was ist das denn, Koko? Ich weiß gar nicht, was das ist, Koko. Vegan. Hasan, Köln. Warte mal ganz kurz. Ja, warte. Vegan döner. Mana vegan döner. Vegan döner. Schatz, Vegetarianslardan. sind wir nicht bei Fitness First? Ist das nicht unsere Kette, Fitness First? Ja. Dann dürfen wir hier auch trainieren. Ja, hier? Ja, ja. Ah, mal, wie groß. Arbeiter, ja, Office Fitness. Nee, das ist ein Fitnessstudio, oder nicht? Lass uns mal gucken. Şöyle kelganman men deyapti Das, Robin. natürlich, das ist ein Fitnessstudio. Aber von uns, unserer, wo du Mitglied bist. Ja, verstehe. Das heißt, wir können hier auch mal trainieren und uns das angucken. Das war eine Abwechslung, gute Idee. Shu yoqqa bormaylik, otasi nechmoshdi? Kuchen Fitness Studio. Wir müssen gehen da lang. Okay. Schatz, ich bin ein cleverer. Okay, du möchtest zeigen, das Fitnessstudio. Nee, Das ich ist möchte nicht. hier die Gegend zeigen. Guck mal die ganzen Graffiti. Graffiti. Ba'zan bizni intereslarimiz har xil bo'ladi. Robin yaxshi ko'ramda restoranlarda narxlarni bitib rasmga olib olishni menga uncha qiziq emas. Sayohatda bo'lganimizda faqat shu restoranda olga boraveradi. Men bir ochiq boradimi deb o'ylardim oldin. Yo'q, faqat shu boyagi nimasini tushirmoqchi bo'ladiman. Narx-navosini ko'rmoqchi bo'ladi. Yura qo'ying endi otasi. Ko'cha rasmlari juda rivojlangan Kölnda. Ko'chalarda mana shunaqa уличный grafika deyiladi. O'zbekchasiga bilmayman. Yaxshi ko'radi. Germaniyaning ko'chalarida shunday
Viele Parfüme gemacht. Russische Frau. Rus xotinlar. Das ist aber zugepflastert. Ko'chalar buyog'lar chizilgan. Wie heißt Grafika? Grafika? Graffiti. Graffiti. Obwohl Graffiti sollte eigentlich eher gut aussehen. Das ist irgendwie Nicht immer. Maschine ist Graffiti. Meni opalarim, akalarim mana. Meine Schwester und Bruder. Femikuti? Femikuti. Das ist bestimmt cool. Afrikanische Menschen, ich mag. Ja, sehr rhythmisch, musikalisch bestimmt super. Ja. Mana shunday ko'chalar ham bor. Bizda Ko'l shahrimizga yaqin joyda. Bunaqa podokонниклар mana har xil. Der schwarze was auch immer das ist. Guck mal, Eingang. Robin efir qilib o'tiribdi Instagramda. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Keyin ko'rsataman bir chiroyli kartinani. E'tibor beramiz ona kartinaga, uni qarang qanday chiroyli. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Katta devorga mana shunday kartina chizilgan chiroyli. Nima ekan bu? Faqat chiroyli joylarni ko'rsatmayman-da, xunuk joylarni ham ko'rsatayin. Mana shunaqa joyi ham bor mana. Halt ChatGPT. Biz izlagan joyimizga keldik, izlagan ko'chamizga. Instagram Straße, diese Straße, lekin Robin aytayapti. Zirkarli deyapti. Biz kutgandaqa ko'cha emas. Lekin ChatGPT shunday zo'r ko'cha, chiroyli ko'cha, bayram ko'cha deb bizga aytgan edi-da. Das ist tatsächlich hier so ein Hipster-Café. Der Café YouTube-Dingens. Ja? Ja, diese Kette CCC Coffee gibt es in Köln zweimal. Da sind immer alle ganz wichtig. Ganz wichtig Instagram. Kafe klub CC, kafe klub. Instagram kafe ekan edi, o'tirgan qizlar, jatallab o'tirgan qizlar Instagramda. Kafesinikiga chirt aytib o'tirgan qizlar.
Ilhom bir keldi-da video olishgan. Ilhom qadar yo'q bo'ldi. Mayli, olaveraylik qani. Ilhom siz bir ish qila olmayotgan bo'lib qopmane. Mana narsaga ilhom kerak. Otasi yo'talmangay bo'ldi qingay. Shu ko'cha. Qarang. Вы итальяниш, я? Вы Сицилия, вискин. Pfefferminze. Oder? Ist das? Nee. Das ist was anderes. Pfefferminze? Нет. Nee. Melisse? Нет, auch nicht. Oh, das riecht aber. Das ist Melisse. Das ist Melisse, guck mal, Menthol. Oh ja. Und das ist Rosmarin. Rosmarin? No, Rosmarin. Ja, genau, Rosmarin. Otasi to'xtang. Papa Farbe, gelb. Ja. Otamiz yaxshi ko'radigan rang mana. Tuxumdan bo'lgan shamlar. Mana. Rosmarin. Ich will einmal kaufen. Schon. Rosmarin. Ko'chalar. Otasi. To'xtang, otasi. Chiroyli ekan sirg'achalar. Schön. Das sieht fast. Ich dachte, das wäre schon super. Weil das ist Otajonisi. Das ist auch. Oddiy narsalar. Oddiy, shuni shu deb chiroyli qilib qo'yibdi. Oddiy. Lampa. Mana kecha tug'ilgan chaqaloqlarning kiyimi, kecha tug'ilgan. Bir kunlik chaqaloqning kiyimi. Vorsicht, Schatz, da kommt jemand. Мотоцикл. Shuni kafelardan mettagina stuldan stul chiqib kofe ichib ketaveramiz, qarang maydaligini. Paxtani qarang, paxtani ko'rib qoldim. Mana paxta. To'kilib qo'yibdi, dekor. Ko'ryapsizlarmi mana? O'zbekistondan kelganman bu paxta. Mana yana bitta paxta. Ichida odam bor ekan. Jorildi kamerani ko'rib. Shu Robin yutalni nima qilsam ekan? Mana qarang. Shirinligini pishakcha. Sokin tinch ko'cha. Chiroyli ekan daraxt. Gullari chiroyli ekan.
Hier ist Gewölsapfel. Otası. Aber schöne Straße. Ja, Ja. schöne Atmosphäre. Ja, alte. Guck mal, guck mal hier. Ruhiger, ja? Oder? Ruhiger. Tinch ko'cha ekan deyapman, Cool, tinch. so ein eigener Stil mit dem Eingang auf der Seite. Sariq. Nicht der Eingang nochmal auf der Seite. Ja. Finde ich stark. Wie Sizilien. Italienische Style. Bisschen. Italien stilidan deyapman. Rechts und Treppe. Treppe. Oh, Schatzka, das ist wie? Chinesische? Chinesische? Chinesisch. Oder Hitler? Hitler doch lachen getrappt. Das ist Café oder Wohnung? Keine Ahnung. Was, Schatzka? Guck mal, da oben Disco-Kugel. Aber hier, warum Kleidung? ما كيم يعطف تقريبا أنا كيم ما جنب كيم بيرد بالماضي verstehe nicht warum Şimdi kuçalarda kurset yapmam nasıl diyor ben Köln Ehrenfeld Das ist auch Köln hier? Das ist doch Ehrenfeld. Ehrenfeld Natürlich. Schatz. Nein, Ehrenfeld ist nicht Stadt Ehrenfeld. Köln, natürlich. Köln, Ehrenfeld. Schatz. Köln Ehrenfeld Bu hamma yurganlarimizni video olsam video cho'zilib ketadi. Hozir bironta kafega kirsak, agar mabodo kofe ichishga kamerani yoqaman. Hozircha qo'yib turaman kamerani. Cho'zilib ketadi bo'lmasa video. Wofür ist da was gut, Schatz? Wohnung oder? Nee, glaube ich nicht. Otasi kukun. Menga qarang. Qanaqanday chiroyli. Qarang guldi. Buni chiroyli desa bo'ladi. Shu menimcha sakura bo'lsa kerakda. Yo olmamikin bu? Olma. Sakura oder Äpfel. Chiroyli. Tamam, aylanib yurib bizdan. Ta kafe bor ekan mana bu yerda. Bu kafeni sanosi bor ekan. Tortlar yaxshi ekan, qarang tortlar. Das voll. Tolle ekan. Und kleine, ja? Ja, ich wollte ja nur mitnehmen. Nur sagen, einpacken, mitnehmen. Birga olmoqchi edik tortni uyga. Lekin nimagadir olmadik, nimaligini bilmayman. Warum nicht mitnehmen jetzt? So voll. Voll, immer noch voll. Leute an der Kasse warten. Ha, Hast du Lust jetzt kurz zu warten? Tolle deyapti, okay. Oder soll man warten kurz? Nee, wir müssen mit Ja. Kochen spazieren oder zu Hause gehen. Zu Hause essen. Wir fahren jetzt hier, jetzt müsste es zum Bahnhof wieder gehen. Давай тогда kaufen. Dabei? Да, bo'lmasa oling deyapman.
Oder was? In den Turm. Anası zor ekan. Kafesi anası nima? Unda bir raisi. Oder was? Oder wie? Das möchte ich mitnehmen. Mana shunaqa ekan tortlari mana. Und den Schoko da drüber, was noch? So Ja, das möchte. und was noch? Nur das. Apfel oder so, das sieht auch gut aus. Ja, Apfel auch gut. Tortxo'rlik qilamiz bugun. Настроенiyamizni ko'taramiz. Natürlich gute Laut. Verstehst du? Priborlarga e'tibor beramiz. Priborlariga shirincha. Odam ko'p ekan. Очередь odam juda ko'p. Tashqarida ozgina joy topdik. Juda mana burgani ko'tidek mayda joy ekan. Nima qarang, odamchani. Kofe ichib o'tiribdi. Сейчас возишь meine Hände hier, ha? Aber nicht stabile Bank. Reicht aber. Ja, 9% schon der Schatz. Şurada içamizmi otasi? Hier? Wir essen jetzt hier. Wir Hier. bleiben hier trinken. Okay. Şurada içamizmi deyapman. Uni ham shirin kuchuk ekan, nima deysizlar denglar, uni qarang. Otasi guring bering qani, zählt mir bitte. Wie jetzt gute Laut? Hast du gute Laut? Schön, doch. Ich bin entspannt. So ist Bisschen müde, ja? schön. Ja, aber gut. Alles gut. Ketib boryapti, ko'ryapsizlarmi? Arabachani sudrab. Zo'ra bo'ladi, koleskasi ham. Shunaqa maza qilibsizlar, men bugun aylandik, hozir tortni jeymiz, o'ramiz mantini, jutamiz pivani degandek. Men checham aytardi, o'rdik mantini, jutdik pivani deb. Yo'q, jutdik mantini, o'rdik pivani derdi checham. Schatz, mit Milch? Ja, mit Kuhmilch. Lecker, ne? Oh, danke. Ob geldi. Vielleicht hier, da? Oder was? Danke. Schatzka, ona qara. Warte bitte. Deb o'tiribmiz. Ochib ketmasam bo'ldi, Schatzka. Apfel mit Mandeln. Bu Apfelkuchen, olmalik pirog. Lecker. Da stört mich sogar der Zimt nicht. Ich mag ja normalerweise kein Zimt. Mag ich nochmal. Aber in der Kombination Na, lecker. ist das echt lecker. Brauchen wir nicht? Okay.
Da auf die Treppe, meinst du? Ich glaube, warte, ich glaube, wir müssen ein bisschen so machen, für Bild. Für Bild. Nee. Aber drehen. Handy, vielleicht Handy. Oder das. Nee, ein bisschen hoch, so. Ja. So, super. Ja, genau. Ich Screen machen. Работаем, девочки, работаем. Vielleicht ich nicht richtige Sachen, aber ich glaube da. Doch, ist korrekt. Natürlich. Sabzili pirogni hozir yeb ko'ramiz. Sabzilisidan buni. Sabzili. Shoshilmang otasi. Meni og'zimga soladi desam, o'zini og'ziga soldi yana. Das ist gut. Zelika, ya? Menga bermaysizmi otasi? Creme auch lecker. Siehst du, Schatz, kleines Café. Ist nicht viel Platz, ein paar Leute sitzen, aber super Business. Super business, genau. Joy kichkina deyapti. Kichkinagina bitta ko'taday joy, mayda joy. Lekin qarang, odami ko'p. O'tirayotgan joy yo'q. Maydigina kafe, juda mayda. Gute Business. Ich auch möchte die Business. Ja, machst du auch ein kleines Café. In Pulheim. Bemalol choyni ichib olaylik, kofeni. Uyliman xayrlashamiz, a? Uyliman sizlar bilan xayrlashamiz, sekin-sekin uyga qaytamiz. Shatska, ko'rishguncha xayr deng. Ko'rishguncha xayr. Like bosing, kommentariy yozing. Rahmat, borlaringizga shukr.